Soliqlar har qanday davlat shakllanishining asosiy manbasi hisoblanadi. Shu bois mamlakatimizda keyingi yillarda soliq sohasida tub o'zgarishlar amalga oshirilmoqda. Yangi shaffof soliq ma'murchiligini joriy etishdan asosiy maqsad soliq yukini qisqartirish, aholi daromadlarini oshirish, ishlab chiqarishni rivojlantirish va iqtisodiyot barqarorligini ta'minlashdan iborat. Soliqlar nafaqat bugun, balki o'tmishda ham davlat iqtisodiyoti va davlatchilikning mustahkamlanishida muhim ahamiyat kasb etmoqda. Navbatdagi lavhamiz shu haqda. Tarix sahifalariga nazar solsak, buyuk bobo kalonimiz Amir Temur davrida ham soliq tizimi adolat tamoyillari asosida shakllanganini ko'ramiz. Sohibqironning qat'iy qoidasi shundan iborat ediki, soliq xalqni ezish uchun emas, balki yurtni obod qilish va ra'iyat farovonligini ta'minlashga xizmat qilishi kerak. Ana shu tamoyilga muvofiq soliqlar har bir fuqaroning imkoniyatidan kelib chiqib belgilangan. Ayniqsa tabiiy ofat yillarida xalqqa alohida yengilliklar berilgan. Bu iqtisodiy barqarorlikning eng oqilona ko'rinishi edi. Amir Temur doim aytadi, men hamisha ra'iyatning ahvolidan ogoh bo'ldim, xabardor bo'ldim deydi. Ra'iyat kim? Bu soliq to'laydigan xalq. Ra'iyatning tarkibiga demak dehqon, hunarmand, chorvador, savdogar kiradi. Mana shularning hammasi demak soliq to'lovchilar hisoblanadi. Davlatning xazinasini boyituvchilar hisoblanadi. Amir Temur sohibqiron hazratlarining davrida 10 dan ortiq soliq turlari bo'lib, bular bitta qatlamdan undirilmagan. Masalan, savdogardan zakot solig'i undirilgan, hunarmanddan zakot solig'i undirilgan, yoki bo'lmasam chorvadordan zakot solig'i undirilgan bo'lsa, demak dehqondan xiroj solig'i undirilgan. Va har bir kasb sohibining daromadidan kelib chiqqan holatida soliqlar undirilganki, mana bu soliqlar demak ommaga, xaloyiqqa og'irlik qilmagan. Va bu albatta o'sha soliqni undirish masalasida ham o'zboshimchalikka yo'l qo'yilmagan, ular taftish qilingan, ular tekshirib turilgan va soliqning xazinaga tushish borasida ham o'ziga xos nazorat o'rnatilgan. Oradan asrlar o'tsa-da, bu adolatli soliq tizimi o'z ahamiyatini yo'qotgani yo'q. Bugungi islohotlar jarayonida ham tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash va soliq yukini kamaytirish ustuvor vazifaga aylandi. Xususan 2026-yil 1-yanvardan e'tiboran qishloq xo'jaligi mahsulotlarini realizatsiya qilishda qo'shilgan qiymat solig'ining 0 stavkasi qo'llanilishi belgilangan. Bu nafaqat ishlab chiqaruvchilar uchun qo'shimcha imkoniyat, balki soha rivoji uchun ham kuchli qadamdir. 250 million so'm atrofida bizga qo'shilgan qiymat solig'i hisoblanardi. Shu korxonamiz ehtiyojda qolyapti har oyda. Mana shu har oyda 250 milliondan o'rtacha olsak, bir yilda taxminan bu 3 milliard so'm mablag' fabrikamiz ehtiyojda qolishi kutilmoqda. O'tmishda ham, bugun ham adolatli soliq tizimining maqsadi bitta: xalq farovonligi va yurt taraqqiyotini ta'minlash.